muzikalarni eshitib katta bo'lganmiz. Qishlarda yirtiq krossovkalarda, lekin naushnik olib shu muzikani eshitib yurardim men. Постоянно. Gazini berib motivatsiya oldim. O'zimdan o'zim ilohiy kuchlar kelardim. Qanaydir yo'raveraman deb yurardimda muzikalar eshitib. Zohid Qo'shmayda Ummonni konserti, Shohruh ikkalasi birlashib Humo Arenada konsert qilishyapti. O'zbekistonning eng katta arenada, konsertning zalda. Xalqning duosi bilan shu darajaga keldi. Mana Sardor akam shetdamilar, Rahimxon. Shunaqa. Chingiz og'a yuragim bunaqa ko'p mashg'ullarni ko'tarolmay, yuragim bardosh bermaydi aka. Ko'tarolmasam kerak bunaqa. Bo'lib qolaman. Ko'tarolmayman. Aka Qodirjonov muxlis-ku sizga aytganlar-ku. Men uchun hozir bu katta dopamin bo'ladi. Tushunasizmi bu kelish? O'rtoqlar, mana shu zapsni Umid Iskandarovga jo'natinglar, zaps qilinglar. Umid Iskandarov Chingizni muxlisi ekanlar. Chingiz ham Umid akamning muxlisi ekan. Yetkazinglar shu videoni. Mana eshitinglar. Bular уже TikTok'ga oqsoqollari bo'ldi уже bular. Yo'q, это чушь собачья. Sizlar уже qolgansizlar, уже hamma joyda уже qilib ketgan. Endi nima deydi? Baribir yana o'sha gapga qaytamiz. Xudo nimaga odamlarga ko'zga ko'rinmaydi? Bilasizlar? Odamzod nagli. Odamzodday naglisiyu. Naglit qilib yuboradi odamlar. O'sha uchun quyosh uzoqda yaxshi deb bekor aytilmagan. Hozir men sizlarni mashhurlar bilan gaplashaman, ko'raman-ku. Bu yoqda eski xotira уже eski yoshlikda olingan panyatkalar hammasi razrushat bo'ladi. Yo'q ketadi. Psixikam sinadi meni hozir. Men bu narsani xohlamayman. Bu meni sakrovishcham, bu meni g'orni to'g'risida qo'ygan katta bir olmosim. Bular sinib ketadi. O'shaning uchun bulardan kamroq gaplashaman men. Chunki men o'zimni bularga dostoyni deb bilmayman. Bular bilan bitta joyda turib gaplashishga o'zimni dostoyni deb bilmayman. Bu psixika sinadi aka. Unaqa emas, og'a. Siz ham o'zingizni platformangizni eng zo'rlaridansiz. Unaqa demang hech qachon. Sizni platformangizdan sizni go'lislaringiz tarqab, o'sha insonlargacha yetib borishini o'zi ham bir katta baxt. Siz demak natijani qilgansiz o'zingizning yo'lingizda. Hammani o'zini yo'li bor-ku, og'a. Bu u yo'l, buni yo'lda emas. O'sha bu pamять, o'tmish. Bu sinadi, bu o'sha sama likvidatsiya o'sha yo'qoladi bu narsa. Xotiraligicha qolgani yaxshi. Hammasi o'zingiz nazoratingiz ostida. O'zini nazoratim ostida. Shunaqa. Men qara, sen bitta narsaga qara. Chingiz, men bitta narsaga hayron qolaman-da, mayli, meni yoshim sendan katta bir 10 ta qo'yningni ko'matli deysan-ku, mana shu Allohimning nazari tushmasa, eshik bozorga dallol ham bo'lmasligini bilasanmi shu? Albatta bilaman. Albatta bilaman. Shuning uchun men har doim aytamanki, men bugun so'kish eshitib olganimni ham nimasidir Allohimga nimamdir yoqmay, nimamdir anaqasini ham kimdir meni bugun rasa so'kdi. Eshit. Keyin uni biz tepaga tortib oldik. Qani men nima qildim, nima qo'ydim? Prosta zdravo so'radik-da shu narsani. U meni fanatimmish. Eshityapsam, shu gapmi? Qanaqa qilib agar men hurmat qiladigan bir insonni men hayotda buni qilib bo'ralatib so'kmagan bo'lardim. Quron aka, TikTok. Eshiting Chingizni. O'ziz o'sha savolni berib, o'ziz o'sha savolga javoban berib qo'ydingiz. Agar men sizni fanatizman deb meni so'kib chaqirdi dedingiz, u qanday aytsam, u qora fanat u. Oq fanat bo'ladi, qora fanat bo'ladi. Понятно. O'zi aytib turibdi. Fanat, qora fanat, oq qora bo'ladi. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Izlamang, qidirmang. Ya, Qurram aka,
Bu Qur'on aka, endi qara, bularga e'tibor bermang, miyangizdan chiqaring bo'ldi. qanaqa Umid. Keyin mana Chingiz, men masalan ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lganman. Yo chiqaraman bilan gapirishganman.